Bizlarga kapit terish kerak, nechta teryapsiz? 15 dollardan terib beramiz kvadratini. Voy, namcha qimmat. Agar qimmat desangiz 8 dollardan ham terib beramiz, faqat bunaqa kачествоda bo'lmaydi. 45 larimiz nima bo'pti? 45 larni 1 metrini 15 dollardan qilib beramiz. Namcha qimmat. Hammasi pulmi? Agar xohlasangiz oddiy temir burchak olib kelib bering, tekinga qo'yib beramiz. Izlasangiz nima bo'ldi? Men sizga yaxshisini olib beraman lekin. Hop, yaxshisini olib bersangiz 1 kvadratini 1 dollardan qilib beramiz. Voy, bu yo'q pulda hali. Agar xohlasangiz gidroizolyatsiya surmaymiz, qo'shninizniki suv oqib, devoringizdan sho'rla chiqib, kafingiz tashavorib yotaveradi. Ha, qoldirdi. Teshiklarimiz nima bo'ldi? Bu ham pulda hali. Har bitta teshigiga 3 dollardan olamiz, karonkalari o'zimizdan ham bo'ladi. Namcha qimmat hammasiga. Aka, agar mendaqa teshtirish xohlamasangiz, narujniy qilib turib truba chiqaring deb biz teshmasdan yopishtirib o'tib ketaveramiz kafiningizga. Fugalarimiz nima bo'ldi? Bu ham pulda hali. Ha, fugalarni ebaksitning fuga qilamiz, 1 kvadratini 3 dollardan qilib beramiz. 3 dollardan namcha qimmat bu. Agar xohlasangiz oddiy fuga olib kelib bering, tekin